Milliy ta'lim dasturi asosida quyidagi kasblarga qabul e'lon qilinadi. Birinchi kasbimiz kompyuter grafikasi va dizayn operatori. Ikkinchi kasb avtomobil dvigatelidan tashxislash va ta'mirlash chilangari. Uchinchi kasb oshpaz. To'rtinchi kasb avtomobil elektr va elektr jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha elektrchilangar. Beshinchi kasb elektrik. Dual ta'lim dasturlari asosida quyidagi kasblar ham o'qishga qabul qilinadi. Dual ta'limidagi birinchi kasb avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish. Ikkinchi kasb oshpaz. В дуальном образовании также начинается прием профессии диспетчера. To'rtinchi kasb tikuvchi. Beshinchi kasb sotuvchi nazoratchi kassir. Oltinchi kasb axborot vosita mashinalari va kompyuter tarmoqlar operatori. Shuningdek, 11-sinf negizida ham ta'lim sohalari mavjud. Birinchi kasb kompyuter injenering. Ikkinchi kasb arxitektura dizayni. Uchinchi kasb menejment. Sergeli tuman 1-texnikumi afzalliklari. Ish beruvchilarning talablariga moslashish maqsadida texnikumda tartib-nizomga qat'iy rioya qilinadi. Ta'lim olish bepul. Har bir guruh uchun 2 nafar rahbar biriktiriladi. Birinchi kursdan boshlab kasbiga oid amaliy ko'nikmalar o'rgatiladi. Birinchi kursdan boshlab ishlab chiqarish amaliyoti davrida o'quvchilarimiz o'z kasblari bo'yicha ishlashlari va oylik maosh olish huquqiga egadir. Kasb o'rgatiladi va shu kasbga oid diplom beriladi. Kasbiga oid korxonalarga ishga joylashtiriladi. Texnikumni bitirgan o'quvchilar akademik litsey, umumta'lim maktablarining bitiruvchilari kabi oliy ta'lim muassasalarida o'qish huquqiga ega. Bizning o'quvchilar 2 yil davomida tadbirkorlikka yo'naltirib boriladi hamda ushbu diplom bilan xususiy biznes ochishiga imkoniyat mavjud. Dual ta'limda ham o'qib, ham ishlash imkoniyati mavjud. Kasbi va dunyoqarashiga teng bo'lgan yana 29 nafar do'st orttiradi.